akamiz 2 marta yangi akkumulyator qo'yibdilar. Hozir mana 3-chi akkumulyatorni qo'yib beribdi, rабочий akkumulyatori. Nu vab ertalab tok yeb o'tkazib qo'yapti, deyaptilar. Mana mana shu holatda tok yeyapti mashinamizni. Hozir buni hammasini ochib, bir chekkadan tekshirib, aybini topib ishlatib beramiz. Apishkalarni yechdik, mikrofon orqalarini yechdik, zamoklarni uzdik, signalizatsiyalarni uzib qo'ydik. Nu baribir mana tok yeyapti. Hozir tablolarni yechib ko'ramiz. Mana aybini topdik. Mana relayga, mana o'ng tarafiga massa kelib qolyapti, через kompyuter orqali. Mana ko'rishingiz mumkin, mana relayni ulaymiz, mana yarkilashadan. Yarki bo'ldi mana. Ustiga o'chyapti mana. Pasayapti. Bularda aybi kompyuterdan massa kelib qolgan. Hozir kompyuterdan uzib ko'rdik, massa yo'qoldi, mana kontrolga xiraligicha qoldi. Hozir buni uzib qo'yamiz, bo'lmasa akkumulyator o'tirib qoladi. Hozir buni kompyuterchiga ketamiz, kompyuter remont qilib, to'g'irlab va xolisda oxiriga tushiramiz. Tayyor bo'ldi. Bu mashinaga kompyuter qo'yib berdik. Bizdan oldin buni ichiga suv tushgan ekan, simla olib chiqib hayat qilishgan ekan. Bu to'kayotdi. Bunda injektorlikka через zamokka постоянно massa chiqib qo'yatdi mana relayga. O'shani hisobiga akkumulyator polni injektor ishlab to'kayotdi. Hozir bularga boshqa rабочий kompyuter qo'yib berildi. Mashinada chek svetlarigacha o'chdi mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Boya kelgan holatida chek svetligi yonib, оборотlar o'zgarib, baland-past bo'lib ishlab turibdi. Mana kalt yoqamiz, chek svetli akkumulyatorlar ishlayapti hammasi. Mana mashinamiz zavod bo'ldi. Sizlarga ham shunaqa xizmatda bo'lsa, aytasizlar, akkuratni sifatli qilib elektr montajchilarni qarab beramiz. Bu videoni shunaqa Spark bor okalarga jo'natib qo'yinglar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.